Selam hammaga assalom. Bu videoda men yana Mr. Chip. Bu videoda o'tgan qismning qolgani emas. Afsuski, men Minecraftni o'chirib qaytadan sketch qilganimda bilmasdan razрешить tugmasini bosmay запрет degan tugmani bosib qo'yibman. Va endi bugungi maqsad Ender Dragon boshqasini o'ldirish emas. Bu juda ham qiyin va ko'p vaqt talab etadi. Shuning uchun meni bugungi zadaniyam qishloq topish yoki yo'q. Yana bilmadim. Yo'q. Meni bugungi zadaniyam eng oson zadaniya bo'lsa kerak. Bundan kulmanglar. Mening bugungi ishim xolos temir topish. Bu oson ish. Faqat kompyuterda o'ynaydiganlarga. Hozir mana men kirdim yerga. Hozir bu yerda kelga yasash kerak. Bugün shamollaganman. Hammasini cho'plarga aylantirib. Xullas, buni bir chetga olib qo'ying. Xullas, hozir kelga yasash kerak. Endi pastga qarab ketaveramiz. Temir topish bizning maqsad. Hozir bilan qotyapti. Mana so'zlarim. To'xtang. Yet. Ozgina qotishdan so'ng men o'ziga keldim. Nima qilyapman? Bunday. Bu yerga bitta kerak. Kerak emas. Cho'chqalar. Xor bor ekan. Xormadi. Ko'mir kerak. Olamiz. Pechga yasash uchun. Nima temir? Zadaniyani bajardim men. Qoyil. Ko'mirni tagidan temir. Men zadaniyani bajardim xullas. Kim ko'rayotgan bo'lsa oxirigacha hammaga rahmat. Va men zadaniyani bajardim. Buni 4 daqiqadan beri qidirdik. Juda ham oson bo'ldi. Va buni ham topdik. Shu bilan video tugadi. Hammaga xayr.